Biz hozir sizlar bilan Photoshop dasturini interface sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Photoshop dasturiga kirib oldik. Xo'p, biz oynamiz Photoshopga kirganda shunaqa oyna kelib chiqadi. Bunda edit bo'limidan kiramiz va eng pastdagi preference deb bosamiz va uni tepasi general turadi, ya'ni Ctrl K. Ya'ni bu горячий klavish Ctrl K bo'ladi. Shuni bosamiz. Mana shunday oyna kelib chiqadi. Bunda Photoshop o'z tegadigan funksiyalar bo'ladi, ya'ni tegmaydigan sozlamalar bo'ladi. Biz bunda interface bo'limiga o'tamiz. Ya'ni mana 4 ta xil ranglar turibdi. Interfaceimiz ranglari oq, kulrang, to'qroq, eng qora. Oppoqni tanlamoqchi bo'lsak, biz qilayotgan oynamiz bilan interface oynamiz bitta bo'lib qoladi. Qilayotgan ishimizda biroz tushunuvchilar bo'lishi mumkin. Ham ko'zimizni to'ldiradi. Mening maslahatim qop-qora oynada ishlaganimiz ma'qulroq, ya'ni qulay qora oynada. Qora oynani tanlaymiz va bu yerdan tilini tanlashimiz mumkin. Ingliz, ruscha emas, ingliz tilida bo'ladi. Ishlash uchun qulay, chunki rus tilini ham qilishimiz mumkin, joylashuvlar boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Ruslar ham ingliz tilida Photoshopda ishlayotganda ham ingliz tilini tanlashaveradi, chunki qulay. Xo'p, bu yerga keladigan bo'lsak, biz ochganimizda S diskda turgan bo'ladi, biz D deb qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerga keladigan bo'lsak, medium da turadi. Transparency and gamut medium da turadi va dark. Nima uchun biz dark ochganda light turishi mumkin? Ya'ni rasmlarni kesganimizda, ya'ni mayda detalli narsalarni kesib ishlayotganimizda bu oq oynada, ya'ni kesganimizda orqa fonida deymizmi, bilinib qoladi. Ya'ni shunaqa misol uchun soch tollarini kesganimizda yoki kichkina elementlarni, detallarni kesganimizda shunaqa bo'lib, oq bo'lib ko'rinib qoladi. Agar qorani tanlab olsak, soch tollarimiz, soch tolalari ayniqsa kesganda aniq bo'lib, chiroyli holatda kesiladi. Qolganlarini tegmaymiz. Qolgan hammasi shunday turadi. Ha, yana aytmoqchi bo'lganim, ya'ni performansga kirganimizda mana history state turibdi, ya'ni 50 ta. Buni maksimum 70 ta qilishimiz mumkin, minimum 50 ta yoki 70 ta. Buni buni misol 100 ta yoki 200 ta qilishimiz ham mumkin, lekin 50 ta qilganimiz yaxshiroq. Bu nima degani? Bu qilgan ishlarimizni 50 tasini eslab qoladi degan, ya'ni 100 ta 200 ta qilishimiz ham mumkin. Bunda kompyuterimizga nagroza keladi, ishlash qiyin bo'ladi va sekin ishlab juda ham qotishlar bo'ladi. Shuning uchun 50 ta qilganimiz ma'qul. Ya'ni 51-si, 52-chi ish qilganinglarda u birinchi qilgan ishinglar unutiladi, 51-si bo'lib yangi qilgan ishimiz qo'shiladi. Qolgan etingiz OK tugmasini bosib chiqib ketamiz va bu yerda oynani hosil qilishimiz. Fayldan new qilishimiz mumkin, yoki горячий klaviatura Ctrl N. Yoki bu yerdan oddiy new fayl qilishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda esa oynalar mana shu oyna kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda pikselda qilmoqchi bo'lsak, piksel, inch, santimetr, millimetrda xohlagan faramizda qilsak, mana shuni belgilab qolamiz. Bu shunday turadi. Ya'ni biz 1080 ga 1080 oyna ochamiz. Ya'ni bu social media, ya'ni posterlar, Instagram posterlar, shunga o'xshagan naqalarda posterlarning oynalarini razmeri hisoblanadi. Ya'ni hop, create qilamiz. Ochiladi.